ham qor uchqunladi va 2 kundan beri mana qirovlar kuzatilyapti. Mana kuzatuvchilarimiz xaritani ko'rishlari mumkin, qayerda qancha yomg'ir yoqqanini. Endi ularni asosiy savol qiynayapti. Keyingi haftalarda qayerda qancha qor yog'adi va qanday sovuq bo'ladi? Rahmat. Assalomu alaykum kunimiz kuzatuvchilari va nihoyat ayrim hududlarda 3 oy deganda, ayrim hududlarimizda 5 oy, ayrim hududlarimizda hattoki 6 oy, may oyidan buyon birinchi marta va kuz so'nggi oyi noyabrga kelib shu haqiqiy yerni ho'l qiluvchi bir yomg'ir yog'di. Bu Qashqadaryo, Samarqandliklar, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati aholisi o'zi o'tgan nam havo oqimida vodiyda ham yaxshigina yog'ildi. Bu safar vodiyda yog'ib o'tmadi va bu oqim g'arbiy havo oqimlari deyiladi. O'zbekistonga o'zi 15 ta mana shunaqangi oqim kirib keladi va mana shu g'arbiy havo oqimining quvvati o'tgan safar aytib o'tganimizdek juda ham ustma ust tushdi. Biz eslasangiz biz 15 kunlikda o'sha respublika hududlarida, ayrim hududlarimizda tog'larimizda 15-20 mm yomg'ir yog'adi va asosiy tekislik hududlarimizda 5-10 mm atrofida yog'adi dedik. Birozgina Samarqandda ko'proq kuzatildi prognozlarimizga nisbatan, lekin Qashqadaryo, Jizzax, Toshkent viloyati, umuman mana voha hududlari, Qizilqum va Qoraqalpog'iston Respublikasi ustma ust tushdi. Mana ko'rib turibmiz, asosiy yashil hududlarimiz bu 10-15 mm va 15-20 mm yomg'ir ulashdi. Bu nima degani? Bu 3-dan 5-noyabr oralig'ida bu o'sha 1 gektar maydonga 100 tonnadan 20-200 tonna atrofida suv degani, tabiiy suv degan suv bo'ldi. Ha, birinchi masalan bug'doy uchun hattoki 80-70% birinchi sug'orishga yetarli yomg'ir, bu barokatli yomg'ir 13:00 muddatini tanlayapmiz va mana 8-noyabrdan asta-sekin 10 darajalik, 13 darajalik haroratlar ko'rinyapti. Ya'ni yashil hududlarimiz 10 darajadan past haroratlar, yashildan sariq hududlarga yurish bu 15 daraja va mana sekin sariq hududli, rangli hududlarimiz asta-sekin 13-noyabrga kelib ko'payib borayotganini, hattoki 20 darajagacha ko'tarilishini kechqurunlari ham endi o'z-o'zidan hozirga nisbatan asta-sekin har kuni 2 darajadan 1 darajadan ko'tarilib borish tamoyili bilan mana shu kelayotgan haftaning o'rtasiga qadar hattoki janub viloyatlarimizda 20 darajalik, boshqa hududlarimizda 17-15. Bu endi o'sha qulay ob-havo muhiti, ancha insonlarimizga sovug'i, zahri ham ta'sir qilmaydi. Kechqurunlari ham endi ancha bir qulay, yengilroq, hozirga o'xshash mana hozir shapka kiyishdi, qalin kiyimlarga o'tib ketishdi. Ha, albatta. Va kelayotgan haftamiz mana shunaqangi bir issiq harorat va quruq. Bu issiq harorat Turkmanistondan asta-sekin issiq havo oqimlarining kirib kelishi, buni o'zimizning mahalliy havo oqimi desak ham bo'ladi, asta-sekin ko'tarilib boradi. Keyingisini olasiz va yog'ingarchilik kesimida mana shu xarita, bu yashil ranglarimiz yomg'irlar yog'ishi mumkin bo'lgan siklonik jarayonlar va O'zbekiston qizil rangda turibdi. Mana O'zbekiston kirib keladigan juda katta maydonda hech qanaqangi yashil rang yo'q. Mana shu Gretsiyada shakllangan